Bu videodan keyin meni Barselona muxlislari to'g'ri tushunadi degan umiddaman. Ba'zida tan olib turish kerak. Men tan olaman. Barselonani boshida PSJdan kuchli klub deb o'ylagandim. Barselona kuchli klub deb doim shunaqa o'ylab yurgan edim. Kechagi o'yindan keyin shu xulosaga keldim. Men boshida to'g'ri o'ylagan ekanman. Barselona haqiqatda kuchli klub ekan. Barselonani yutishning ikkita qoidasi bor. Birinchisi, Barselona 10 kishi bo'lib o'ynashi kerak. Ikkinchi qoida, raqib jamoa tarkibida sudya ham o'ynashi kerak. Mana kecha ko'rdik, hakam kecha PSJda o'ynadi. 12 ga 10 o'yinda PSG natijaga erishdi. O'yinni hakamini nima chin qalbimdan tabriklayman. Uylar, pullar va mashinalar muborak bo'lsin. Va undan tashqari yana bitta sekret ochildi. O'zbekistonda Barselona va Real Madriddan ham muxlisi ko'p klub bu PSJligini kecha isbotini ko'rdim. Hammasini tan olaman. Barselona kuchli ekan. Tan oldim.